Hop, assalomu alaykum. Bugun biza videodagi so'zlarga link ulashishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga video kerak bo'ladi. Mana shu video. Bunga link ulash uchun mana 00 30 sekund bosamiz. Enter bosamiz. Bosganimizda mana bu chiqdi. Bu link bo'ldi. Linkni ustiga bossak 30-sekunddan boshlanib. Endi biror bir so'zga link ulashni ko'rib chiqamiz. Biznes boshqaruv talabasilik. Mana shu so'z. Bunga link ulash uchun birinchi so'zni izminit qilib olamiz. Izminit va belgilaymiz kerakli so'zni. Mana biznes boshqaruv deylik. Shunga notebookda Ctrl kana bossak, mana olgan linkimiz chiqadi bu yerda. Добавить bosamiz. Bunday chiqib qoladi. Agar buni o'chirmasak, video bilan birgalikda chiqib ketadi. Shuning uchun buni o'chirib qo'yamiz. Mana biznes boshqaruv talabasi bo'ladi. Va enter bosamiz. Bosganimizda mana bu yerda chiqdi biznes boshqaruv talabasi. Va biznes boshqaruvni ustiga bossak, mana o'sha linkka kirasiz. Mana biza bugun sizlar bilan o'rganadiganimiz shu edi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.